Ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan turkiyalik mashhur aktyor haqida shoshilinch va jiddiy xabar tarqaldi. Turkiyalik aktyor Ozan Guven sobiq sevgilisi Deniz Bulutsuzga nisbatan zo'ravonlik ishlatgani bo'yicha sudning yakuniy hukmi e'lon qilindi. Istanbul Adliya saroyining 58-jinoiy sudda bo'lib o'tgan oxirgi majlisda sud Ozan Guvenni qasddan tan jarohati yetkazish aybi bilan 2 yil 3 oy ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. Bu haqida Milliyet xabar berdi. Qayd etilishicha, sud Ozan Guvenga qo'yilgan erkinlikdan mahrum qilish va haqorat qilish ayblovlarini olib tashlagan. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etgan Deniz Bulutsuz ham unga qo'yilgan yengil tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha aybsiz deb topilgan. Ish tafsilotlariga ko'ra 2020-yil 13-iyun kuni Ozan Guvenning uyida janjal sodir bo'lgan va Guven sobiq sevgilisini stol chirog'i va qo'llari bilan urib, unga tan jarohatlari yetkazgan. Bu holatda stol chirog'i qurol sifatida baholangan. Bulutsuzning jag' sohasidagi jarohati asosida tibbiy ekspertiza tayinlangan. Adliya tibbiyot instituti tomonidan e'lon qilingan yakuniy hisobotda Bulutsuz olgan jarohati hayot uchun xavfli bo'lmagani, oddiy tibbiy muolaja bilan bartaraf etib bo'lmasligi mumkinligi, biroq suyak sinishi yoki organlar faoliyatining yo'qolishi kabi og'ir asoratlar yo'qligi ta'kidlangan. Shu tariqa sud jarayoni bir necha yil davom etgan tergov va ekspertizalardan so'ng yakunlangan. Ma'lumot uchun, Ozan Guven o'zbek tomoshabinlari orasida Muhtasham 100 yil serialidagi Rustam podsho obrazi bilan mashhur. Eslatib o'tamiz, avvalroq mashhur turkiyalik aktyorlar Halit Ergech Muhtasham 100 yil serialida Sulton Sulaymon rolini ijro etgan va Riza Ko'jo'g'li Chuqur serialida Alcho rolini ijro etgan. Yolg'on guvohlik berish jinoyatida aybli deb topilib, ularga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanganda